Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Demak, sizlar bilan bugun 18-iyul kuni tushgan majburiy matematika savollari tahlilini ko'rib chiqamiz. Birinchi savol bizga aytyapti 6 soni 8 ning necha foizini tashkil qiladi? Ya'ni aytmoqchiki, formula nima edi? A ko'paytirilgan b foiz taqsim 100 edi, to'g'rimi? Ya'ni bizga aytyapti 8 ning necha foizi deyapti 6 ga teng deyapti. Shunda x topadigan bo'lsak, 600 taqsim 8, ya'ni 75% bo'ladi. Demak 8 ning 75% nimaga teng ekan? 6 ga teng ekan. Ikkinchisi, 8 litrlik 375 ta chelak hovuzga solinib, jami necha metr kub suv yig'ildi? 1 metr kubga 1000 litr to'g'ri keladi. 1000 litr. Shunda 8 litrlikdan bo'lsa, 375 ta bo'lsa, nima qilamiz? Ko'paytirsak, demak 3000 litr bo'ladi. 3000 litr suv yig'ilgan bo'lsa, bu 3 metr kubga to'g'ri keladi. Demak, C javob. Uchinchisi, savatda anor, olma va nok mevalari bor. Ularning jami soni 14 ta. Nok olmadan 3 ta kam, anor esa nokdan bitta kam bo'lsa, savatda nechta olma bor? Qaraymiz. Demak, savatda anor, olma va nok bor ekan. Ularning jami soni 14 ta ekan. Nok olmadan 3 ta kam. Demak, olmadan nokda ayiradigan bo'lsa 3 taga teng bo'lar ekan. Anor esa nokdan bitta kam deyapti. Demak, nokdan anorni ayiradigan bo'lsak nimaga teng bo'lyapti? 1 ga teng bo'lyapti. Savatda nechta olma bor deyapti. Buni ikki xil usulda ishlab qo'ysak bo'ladi. Buni og'zaki javoblardan ketib ishlasak ham bo'ladi yoki ishlanish usuli qanaqa bo'ladi? Demak, mana bu yerda men olmani topadigan bo'lsam, ne qilaylik? Shu yerda men nokni topay. Nok teng bo'ladi olmadan 3 ayrilgan n ga teng bo'ladi. Nokni bu tomonga o'tkazamiz, 3 ta bu tomonga ayirishga o'tkazamiz. Shunda endi n ni topdikmi? N ni mana bu joyga qo'yaman. Olma ayrilgan 3 minusdan a teng 1 ga. Endi shu yerda men a ni topaman. Olma ayrilgan 3 a nari tomonga o'tadigan bo'lsa minus 1 tomonga o'tkazadi. Demak a bo'ladi. Shunda olma ayrilgan 4 teng a ga. Xo'p, endi nima qilamiz? N ning joyiga mana buni olib kelib qo'yamiz. A ning joyiga mana buni olib kelib qo'yamiz. Shunda olma ayrilgan 4 plusdan olma plusdan n ning joyiga nimani qo'yaman? Olma ayrilgan 3 ni qo'yaman. Shunda 14 ga teng bo'ladi. O qo'shsak, demak 3 ta o bo'ladi. Teng 14 minus 4 minus 3 minus 7 nari tomonga o'tsa 14 plus 7 bo'ladi. 3 o teng bo'ladi. Demak 21 ga o ni topadigan bo'lsak, 3 nima bo'ladi? Bo'lishib o'tadi, 7 bo'lib qoladi. 4-chi hisoblang deyapti. Demak, 3.1 taqsim 3 ko'paytirilgan 0.1 deyapti. 3.1 taqsim 3 dan nima qilamiz biz? Aralash kasrni noto'g'ri kasrga aylantiradigan bo'lsak, 3.1 taqsim 3 ko'paytirilgan 0.1. Mana bu nima bo'ladi? 3 ga ko'payadi, 9 bo'ladi, 1 qo'shiladigan bo'lsa 10 bo'ladi. 10 taqsim 3 ko'paytirilgan 0.1 degani bu 1 taqsim 10 degani. 10 ni qisqarib ketadigan bo'lsa, demak 1 taqsim 3 ga teng. 5-si, to'g'ri burchakli uchburchakning bir kateti, ikkinchi kateti 2 marta uzun deyapti. Demak, bitta to'g'ri burchakli uchburchak berilgan ekan. Mana to'g'ri burchakli uchburchak. Bir katet x bo'lsa, ikkinchisi 2 marta uzun bo'lsa 2x deyapti. Agar uning yuzi nimaga teng ekan? S teng 9 ekan. Demak, yuzasini topish formulasi nima edi? Ikkita katetini ko'paytirib 2 ga bo'lar edik. Mana shu yuzasiga teng bo'lar. 2 ga qisqarib ketadigan bo'lsa, x kvadrat teng demak 9, x teng necha bo'ladi? 3 bo'ladi javob. X 3 bo'lsa, mana bu 3 bo'ladi, bunisi necha bo'ladi? 6 bo'ladi. Shunda kattasi demak 6 ga teng. 6-si, uchburchakli prizma va to'rtburchakli piramida uchlar soni o'rtasida farq. Mana uchburchakli prizma, mana to'rtburchakli piramida. Demak, uchburchakli prizmada asos uchburchakli bo'lganicha nechta uchi bo'ladi demak? 6 ta uchi bo'ladi. Buniki demak uchi asosida demak 4 ta uchi bo'ladi, tepada uchi bilan demak 5 ta uchi bo'ladi. Farqi bitta bo'ladi. Farq degan ayirmasi degan. 7-si, A bilan B parallel bo'lsa, u holda x ni toping deb. Juda ham zo'r savol. Qaraymiz. Ikkalasi parallel bo'lganlik hisobiga ichki almashuvchi bu 130 bo'lsa, boya tushuntirdim yuqorida, bu ham 130 bo'ladi, bu ham 130 bo'ladi. Xo'p. Demak 130 bo'ladigan bo'lsa, mana burchak necha qoladi? 50. Chunki ikkalasi yig'indisi nimani berish kerak mana? Mana bu tomon demak 130 bo'lyapti. Ikkalasi yig'indisi 180 ni berish kerak. Bu yerga 50 qoladi. Mana bu yer necha kirasiz? Bu yer 20.
bo'lsa, qaraymiz endi. Mana uchburchak ichki burchaklar yig'indisidan 180 ni berish kerakmi? Uchalasining yig'indisi, ya'ni mana uchburchak ichki burchaklar 180 ni berish kerak. Bu yer 50, mana bu yer 20 bo'lsa, mana yerga necha qoladi? 110 gradus qoladi. 110. Endi mana bu tomonni so'rayapti bizdan x deb. Bu ikkalasi yoyiq burchak bo'lganligi uchun nechini berish kerak? 180. Bu yerga necha qoladi? 70 qoladi. 110, 70. C javob. 8 tenglama yeching debdi. Tenglama yechishda doim nima qilamiz? Mahrajni o'ng tomonga proporsiya qilib ko'paytiramiz. Faqatgina 1/5 x minus 0.2 teng 0 ko'paytirilgan x minus 1. 0 ga ko'paytiradigan bo'lsa, har qanday son bari 0 bo'lib ketadi. Shunda 1,5 x minusdan 0.2 teng 0 ga 0.2 nari tomonga o'tkazaman. 1,5 x teng 0.2 ga 0.2 degan 1/5 degan. Proporsiya qilsak 5x teng 5 ga x topadigan bo'lsak, demak 1 ga teng. X 1 ga teng bo'ldi deb ko'pchilik 1 deb javob olib ketib qoladi. Xato. Nimaga xato desa, chunki 1 ni men mahrajiga qo'yadigan bo'lsam, mana mahrajiga 1 ayilgan 1 teng 0 bo'lib qoladi. Mahraj nima bo'lib qoladi? 0. Mahraj hech qachon 0 bo'lishi mumkin emas. O'shaning hisobiga yechim mavjud bo'lmaydi unda. 9-chi tengsizlikni to'g'ri tengsizlik toping debdi. Men sizlarga tushuntirdim. Manfiy sonlarda kichkinasi doim katta bo'ladi. Minus 5 bo'lsa, minus 100 turgan bo'lsa, kichkinasi katta bo'ladi manfiy sonlarda. Demak, birinchisi to'g'ri, ikkinchisi xato. Chunki kattasini kichkina qilib qo'ygan bu yerda. Bu ham xato. Demak, mana bu to'g'ri, ikkitasi to'g'ri. 10 soddalashtiring debdi. Bittanisini tushuntirib ketay bundan oldin. A ko'paytirilgan A degani bu A kvadrat degani. B ko'paytirilgan B degani bu B kvadrat degani. Xuddi shu hosildan foydalanib minus 10 AB kvadrat plyusdan 8 A B ga B, demak B kvadrat plyusdan 3 B ga B nima bo'ladi? B kvadrat bo'ladi. A B kvadrat plyusdan 1 A B ga B B kvadrat bo'ladi. Demak, hammasida A B kvadrat qavsini tashqariga chiqarib ketadigan bo'lsa, buning joyida minus 10 qoladi. Plyusdan buning joyida 8 qoladi. Plyusdan demak buning joyida 3 qoladi. Plyusdan buning joyida nima qoladi? 1 qoladi. Teng A B kvadrat ko'paytirilgan. Minus 10 ga 8 qo'shsak, demak minus 2, minus 2 ga 3 qo'shsak, demak 1, 1 ga 1 qo'shsak 2 bo'ladi. Shunda ko'paytiradigan bo'lsa 2 ta A B kvadrat bo'ladi. C javob. Birinchisi hisoblang debdi. Bunga demak 6 tadan, bunga 5 tadan. 6 plus 5 taqsim 6 ko'paytirilgan 5, ya'ni 11 taqsim 30 ga teng. Ikkinchisi 3 kg olma 3600 so'm bo'lsa, 3 kg olma 3600 ekan. Xuddi shuni 4 kg qancha bo'ladi deyapti. Proporsiya 3 ko'paytirilgan x teng bo'ladi 3600 ko'paytirilgan 4 ga. Demak, x teng bo'ladi 3 nariga bo'lishga o'tkazaman. 3600 bo'lingan demak 3. 3600 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak 1200 bo'ladi. 1200 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak nima bo'ladi? 4800 so'm bo'ladi. 3 kg 3600 so'm bo'lsa, 1 kg 1200 so'm. 1200 so'm bo'ladi. 1200 4 ga ko'paytirsak 4800 so'm bo'ladi. Oddiy narsa. Uchinchisi, bitta buyumni o'rash uchun 250 mm sim kerak. Xuddi shunda ikkita buyumni o'rash uchun necha santimetr kerak? 1 santimetr degani 1 sim degani 10 mm degani. Millimetr. Xuddi shunday 250 millilitr mis kerak bo'lsa, ikkitasini o'rash uchun qancha kerak bo'ladi? 500 kerak bo'ladi. 500 millimetr. Xo'p, endi 500 millimetrdan santimetrga o'tish uchun nima qilaman? 10 ga teng bo'lganicha 10 ga bo'laman. Shunda 50 ga teng bo'ladi. 50 santimetr. To'rtinchisi, ABC teng yon uchburchak berilgan ekan. Mana ABC teng yon uchburchak. Perimetr nimaga tengki? 31 ga. AB teng 11, AB 11 ekan. AC bilan BC teng. Buni x desam, bu ham x ekan. Perimetr nima degan? Barcha tomonlar yig'indisi 11 plyusdan x plyusdan x. Bu nimaga teng? 31 ga. Shunda 2x bo'ladi. 11 nariga ayirishib o'tadi. 31 ayirgan 11. Shunda 2x teng bo'ladi 20 ga, x teng bo'ladi nechaga? 10 ga. Demak, x teng 10 ekan. X degani shu AC tomonda 10 ga teng-ku mana. 5-chi, Anvar 4 ta fandan o'rtacha 60 ball to'pladi. Demak, nima qilamiz? x1 fan, x2 fan, x3 fan, x4 fan. Mana shu 4 ta fandan o'rtacha degani qo'shib 4 ga bo'l degani. O'rta arifmetik deyapti. 60 ga teng bo'ladi deyapti.
Xo'p, 5-fandan 80 ball oldi. U 5 ta fandan o'rtacha hisobda necha ball olgan? Qaraymiz. Bu asosiy savoli. Majburiga tushib qopti. Demak, bizga aytayapti, keyingi safar 5 ta fan bo'lgan. 5 ta fan. 5-fandan 80 ball olibdi va nima qilish kerak? 5 ga bo'lish kerak. O'rta arifmetik topish uchun barcha sonlarni qo'shib soniga bo'lardik. O'sha o'rta arifmetigi nimaga teng deyapti? Bizdan o'sha o'rta arifmetikni so'rayapti, nimaga teng deb. Xo'p, e'tibor beramiz endi. Mana bu yerdan mahrajni 4 deb bu yoqqa ko'paytirib yuboraman. Shunda x1 plus x2 plus x3 plus x4 nimaga teng bo'ladi? 240 ga. Mana bu yig'in 240 ga teng bo'lsa, mana shu yig'inning joyiga men 240 ni qo'yib yuborsam bo'ladimi? Shunda 240 plusdan 80 taqsim 5 bo'ladi. Demak bu 320 taqsim 5 ga. Nechaga teng bo'ladi? 64 ga. Demak, bizga uchburchakli prizma berilgan ekan. Barcha qirra uzunliklari 4 cm dan, barchasi 4 bo'lsa deyapti. Barcha qirra uzunliklar yig'indisini toping deb qaraymiz. Asos uchburchak bo'lgancha qirralar soni 3 marta ko'p bo'lardi. Demak, nechta bo'ladi? 9 ta bo'ladi. Formulasi nima edi? 3 edi. Qirralar sonini topish formulasi. Demak, bitta qirrasi uzunligi 4 bo'lsa, 4 ni nima qilamiz? 9 ga ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni 36 ga teng bo'ladi. 7. Dehqon 140 kg olma sotgandan keyin uning olmalarining 2/3 qismi qoldi. Demak, x kilogram bo'lgan jami qancha 2/3 qismi qolgan bo'lsa, 1/3 qismini nima qilgan? Sotgan. O'sha sotgan olmasi 140 kg ga nima bo'ladi? Teng bo'lyapti. Shunda x teng bo'ladi. 3 ni bu yoqqa nima qilamiz? Ko'paytirib yuboramiz. 140 ko'paytirilgan 3 ga. Ya'ni 420 ga teng. 8. Ifodani soddalashtiring debdi. Agar qavs oldida manfiy bo'lsa, nima qilardi? Qavs ichidagi har birini ishorasini qarama-qarshisiga o'zgartirar edi. Minus ko'payadi. Bu minusga minus, demak, plus 3x bo'lib qoladi. Buni ishorasi manfiymi? Manfiy bo'lgani uchun musbat bo'lib qoladi. Buni ishorasi musbatmi? Manfiy bo'lib qoladi. Minusdan nima? X plusdan 2. 3 ta x dan x ayiradigan bo'lsak, demak 2 ta x bo'lib qoladi. Minus 4 ga 2 ni qo'shsak, demak minus 2 ga teng bo'lar edi. Sejov. 9-si. Boya oldingida ham xuddi shunaqa bor edi. Mana bu ikkalasi yig'iniz 90 ni berish kerak. Bu yer 25 bo'lsa, bu yerga necha qoladi? 65 qoladi. Bu yer 65 bo'lsa, bu yer ham 65 ga teng bo'lar edi. Demak, mana xossamiz bor-ku, bu yer alfa bo'lsa, bu yer ham alfa bo'ladi, bu yer ham alfa bo'ladi, bu yer ham alfa bo'ladi. Bu 65 bo'lgani uchun bu ham 65 bo'ladi. 10-si hisoblang debdi. Demak, ko'paytirib olib chiqadigan bo'lsak har biriga 3 ko'paytirgan 7 minusdan 3 ko'paytirgan 15. Endi mana manfiy ishora bo'lgani uchun nima qiladi? Har bir ishorasi qarama-qarshiga o'zgartiradi. 9 ishorasi musbatmi? Demak, manfiy bo'lib qoladi. 9 ko'paytirgan 5. Mana manfiyga manfiy nima bo'ladi endi bu? Musbat. Musbat 17 ko'paytirgan 5 ga. Xo'p, shunda yoki bunday qilsak ham bo'ladi. 7 dan 15 ni ayiradigan bo'lsa, 3 ko'paytirgan minus 8 bo'lib qoladi. Minusdan 9 dan 17 ni ayiradigan bo'lsa, necha bo'ladi? Bu ham minus 8 bo'ladi. Endi 3 ko'paytirgan minus 8 bo'lsa, bu minus 24 bo'ladi. Minusga minus nima? Plus bo'ladi. Shunda minus 24 plus 8 minus 16. Misolda kamchilik bor ekan bu yerda. Mana bu 5, mana bu 3 bo'lgan deydi. Ha, to'g'ri. Misol to'g'ri ekan, uzr. Demak, 3 ko'paytirgan minus 8 minusdan 5 ko'paytirilgan minus 8. Ha, biz boya 5imiz qolib ketib qolgan ekan. 3 ko'paytirgan minus 8 demak minus 24 ga teng. Minusga minus nima bo'ladi? Mana plus bo'ladi, 40 bo'ladi. Minus 24 ga 40 qo'shganda kattasidan kichigini ayirardi, kattasi ishorasi yoziladi. Demak 16 ga teng. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'lingizlar. Sizlar bilan o'qituvchi Botirbek Hamrayev bo'ldi.